Assalomu alaykum. Bugun 25 sentyabr 2025-yil Andijon viloyati Shahrixon tuman Karnachi MF hududida, ya'ni 2243 va 2247 konturlar Uzmilliban Shahrixon bug'iga biriktirilgan bo'lib, bu yer bu yerning jami maydoni 17 gektar, ya'ni 245 metrga 469 metrni tashkil etadi. Bu yer 70 bitta dehqon xo'jalikka, ya'ni har biriga 15 sotiqdan bo'lingan bo'lib, bu yerda hozirda ikkinchi takroriy ekinga makkajo'xori va akmak ekilganligi tasdig'ini topyapti. Bu yerga Karnachi 3-7 MChJ kooperatsiya tashkil etilgan. Bu yerda yig'ib teriladigan mahsulotlar, ya'ni 1 gektardan 10 tonna, jami 100 tonnaga yaqin mahsulot yig'ishtirib olinishi ko'zda tutilyapti.